Hayotingizda bir marta bo'lsa-da tushda uchib ko'rganmisiz? Tushda uchish ko'p ma'nolarga ega ramziy holat hisoblanadi. Unga beriladigan ta'bir ham tushdagi holat, kayfiyat va uchish uslubiga qarab o'zgaradi. Islomiy tush ta'biriga ko'ra Imom Ibn Sirin rahimahulloh aytadilar: agar kimdir tushida osmonga uchayotganini ko'rsa, bu martaba, maqom yoki safar belgisi. Agar u odam osmondan yerga qaytib tushsa, bu bir ishning oxiriga yetish yoki uyga qaytish ma'nosini bildiradi. Agar qush kabi erkin uchsa, bu orzu umidlarining ushalishi va ruhiy yuksalish ramzidir. Agar tush ko'ruvchi uchib ketib qaytmasa, bu uzoq safar yoki ming afsuski vafot ishorasi bo'lishi ham mumkin ekan, agar bunda qo'rquv his qilinsagina. Ayol kishining uchishi ba'zan ozodlik istagi, ichki ruhiy o'sish yoki ilohiy qo'llov ramzi ham bo'ladi. Agar ayol o'zini yengil, xotirjam his qiladigan bo'lsa, bu duolari ijobat bo'lishi belgisi. Agar kimdir qushlar bilan uchayotganini ko'rsa, bu solih insonlar davrasida bo'lish, Allohga yaqinlashish ishorasidir.